Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun ingliz tili darslarimizning 2-soniga ham yetib keldik. Bugungi darsimizda biz 1 dan 20 gacha bo'lgan ingliz sonlarini o'rganamiz va dars yakunida sizlarga ingliz odamidan qanday qilib uning telefon raqamini so'rashni o'rgatamiz va ushbu savol sizga berilganda qanday qilib javob berishingiz yo'lini ham o'rgatamiz. Dars davomida ekraningizda ko'ringan so'zlarni yozib olishga harakat qiling va biz ingliz tilida talaffuz qilganimizda albatta siz ham biz bilan takrorlashga harakat qiling, chunki bu sizni talaffuzingizni yana ham kuchaytirishingizga yordam beradi. Demak, boshladik. Birinchi 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni o'qib chiqamiz. Siz ham biz bilan qaytarishga harakat qiling va albatta ekranda ko'rinib turgan to'g'ri yozilgan so'zlarni o'zingiz pauza qilib, ya'ni to'xtatib turib videoni daftaringizga ko'chirib olishga harakat qiling. Demak, bu yoqda ko'rsatilgan sonlar, ikkinchida ularning yozilishi, ya'ni to'g'ri yozilishi, uchinchi qatordagi ularning aytilishi. Bular ularning yozilishi emas, bular faqat ularning aytilishi. Demak, boshladik. Ingliz tilidagi eng aytaylik qiziqarli son bu 1, ya'ni 1 raqami hisoblanadi. Nimaga desangiz, umuman boshqacha yoziladi, umuman boshqacha o'qiladi. Demak, boshladik. Bu sonlarni 2 marta qaytaramiz va siz ham biz bilan birgalikda qaytarishga harakat qiling. Demak, boshladik. 1 1 2 2 3 3 e'tibor bering, oddiy 3 emas, f aralash. 3 3 4 4 5 5. O'tgan darsimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, 2 nuqta cho'zib o'qilish kerak degan ma'noni anglatar edi. Ya'ni unlidan keyin ishlatilgan 2 nuqta o'sha unlini cho'zibroq o'qilishni ta'minlaydi. Keyingi sonlarga o'tamiz. 6 dan 10 gacha bo'lgan sonlar. 6 6 7 7. Ko'pchilik bu sonni noto'g'ri talaffuz qilishadi, ya'ni 7 7 deyishadi. Noto'g'ri. 7 7 8 8 9 9. Nemis tili darslarimizni tomosha qilayotgan o'quvchilarimiz buni bilishsa kerak. 9 nemischada albatta bunaqa yozilmaydi, lekin 9 nemischada yo'q degan ma'noni anglatadi. 10 10. Keyingi sonlarga o'tamiz. 11 11. E'tibor bering, ko'pchilik xato talaffuz qilishadi buni, ya'ni 11 11. To'g'ri o'qilishi demak 11 11. Ya'ni birinchi e ga o'zgardi, ikkinchi e holaticha qoldi, uchinchi yo'qolib ketdi, ya'ni 11 11. 12 12. 13 13. E'tibor bering, h harfi bu yerda f s, oddiy s emas, f s qilib o'qishingiz kerak. F s 13 13. O'tgan darsimizdan bilsangiz kerak, 3 harfi bu o'zbek tilidagi o harfi, o tomoq bilan chiqadigan o harfiga teng, ya'ni bu yerda 13 deb o'qiymiz. Keyingisi 14 14 15 15. Endi va nihoyat 16 dan 20 gacha bo'lgan so'zlar, e'tibor beramiz, sonlar. 16 16 17 17. E'tibor bergan bo'lsangiz, ikkita e harfi kelgan taqdirda biz uni cho'ziqroq i harfiga aylantiryapmiz. Ingliz tilidagi qoidalardan bittasi bu.
ya'ni ikkita e kelgan taqdirda, demak siz uni i cho'zibroq o'qir ekansiz. Keyingisi 18, 19, 19. Bu son, ya'ni 20 soni ikki xil talaffuzga ega. Buni siz 20 yoki 20 deyishingiz mumkin. 20 bu Amerikaga xos, 20 bo'lsa u Britaniyaga xos talaffuz hisoblanadi. Demak, sonlarni ko'rib chiqdik. 1dan 20 gacha bo'lgan sonlarni albatta yozib olishni unutmang. To'g'ri yozilishi juda ham muhim va to'g'ri aytilishi bu sizni suhbatingizni ancha kuchaytiradi. Endi telefon raqamini qanday qilib so'raymiz? Sizning telefon raqamingiz nechi demoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida mana bunday savol beramiz. Eslatib o'tamiz, hozircha siz tafsilotlarga, ya'ni qismlarga e'tibor bermasdan, asosan talaffuzga e'tibor berishga harakat qiling. Ya'ni bu savolga qarab turib qanday bu tuzilgan ekan deb bosh qotirib o'tirmang. Asosan siz kerakli narsalarni umumlashtirib o'rganib turing hozircha. Keyinchalik siz tilga o'rganib bo'lganingizdan keyin, siz talaffuzga o'rganib bo'lganingizdan keyin sekinlik bilan zeriktirmagan holatda sizga tilni o'rgatishni boshlaymiz, xudo xolasa. Demak, telefon raqamingiz nechi desangiz, siz aytasizki, what is your telephone number? Men bilan birga harakat qilinglar qaytarishga, buni talaffuzni yaxshilash uchun. What is your telephone number? What necha yoki nima ma'nosiga ega. What is your, sizning telefon number, raqamingiz. Ya'ni sizning telefon raqamingiz necha? Bu endi savol turi. Siz unga javob bermoqchi bo'lsangiz, nima deysiz? My phone number is, my phone number is, meaning my telefon, phone raqamim, number is, my phone number is. Endi ingliz tilidagi oltin qoida, juda ham ko'pchilik, hattoki ingliz tilini bitirib bo'lgan o'quvchilar ham bu xatolikka yo'l qo'yishadi. Telefonlarni xuddi o'zbek tili kabi 998 deb tarjima qilishadi yoki 998-90 deb aytishadi. Ingliz tilida bunday tarjima qilinmaydi. Ya'ni raqamlarni birma-bir aytish kerak. Ya'ni 998 emas, 998 deyishimiz kerak. Endi mana bu sarg'ish rangda berilgan so'zlar o'qilishiga e'tibor bering. Double. Keyingisi triple. Double degani ikkita degani, triple degani uchta degani. Raqamlarni aytayotganda juda ham qo'l keladigan ikkita so'z bu. Qachon? Ya'ni ikkita raqam bir xil bo'lsa, uni oldidan double so'zi ishlatib, bittasini o'zini aytish kifoya. Ya'ni ikkita 9 demoqchi bo'lsangiz, double 9 9. Double 9. Uchta demoqchi bo'lsangiz, unda triple. Ya'ni triple 3. Demak, raqamimni aytmoqchiman. Ya'ni my phone number is 9989 0. Demak, 0 ni nima der ekanmiz? O yoki 0. O yoki 0. Oldingi raqamlarga kiritganimiz yo'q buni. Hozir yozib oling. O'qilishi O.
yoki yana bir o'qilishi bor, zero. Demak, bu raqam 0. Mana yuqorida hozir sizlar uchun alohida ko'rsatib qo'ydik yozilishini. 0 deb yoziladi, 0 deb o'qiladi. Demak, 2 ta 5 keldi. Demak, double 5, 17 triple 3. Buni siz 3 desangiz ham xato bo'lmaydi, lekin to'g'riroq shakli triple bilan, ya'ni inglizlarga odatiyroq desak to'g'riroq bo'lsa kerak, triple yoki double so'zlarni ishlatgan holatda ma'qulroq bo'ladi. Ya'ni, what is your telephone number? My phone number is 998905517333. Uyda o'zingizni raqamingizni yozib, buni takrorlashga harakat qiling. Raqamlarni eng yaxshi yodlashning yo'li shu. O'tgan safar esingizda bo'lsa, harflarni yaxshi yodlash uchun ismingiz, oila a'zolaringizning ismlari bilan mashq qiling degandik. Bugungi safarda endi sizga raqamlar bilan yaxshi ishlash uchun siz telefon raqamlarini, uyingizdagilarni telefon raqamlari bilan mashq qilishingiz mumkin. Albatta, mashq davomida double, triple so'zlarini yodda tutishga harakat qiling. Kattakon rahmat e'tibor uchun. Darslarni o'z vaqtida takrorlashni unutmang. Bizga savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta Telegram orqali yuborishingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang. Siz bilan IELTS Focus Academy bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.